Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda muhim, tom ma'noda hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan bir yangilik haqida suhbatlashamiz. Hozirgi iqtisodiy sharoitda ko'pchiligimiz, ayniqsa aziz nuroniylarimiz, nafaqaning kamligi, ro'zg'or g'amlarining ko'pligi sababli qiynalishayotganini yaxshi bilaman. Har bir so'm hisobli, har bir xarajat o'ylanib qilinadigan davrda yashayapmiz. Aynan mana shu og'riqli nuqtani hisobga olgan holda bugun sizga 20 oydan boshlab kuchga kiradigan, davlat tomonidan beriladigan yangi jiddiy moliyaviy yordam, ya'ni solid summa haqida ma'lumot beraman. Bu shunchaki kichik bir o'zgarish emas. Bu ko'plab pensionerlarimiz uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochuvchi muhim qadamdir. Diqqat bilan tinglang, chunki bu ma'lumot sizga tegishli bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'rishni unutmang, chunki har bir detal muhim. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumot qancha ko'p odamga yetsa shuncha yaxshi. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, avvallari davlatimiz tomonidan turli nafaqalar va imtiyozlar berib kelingan. Ammo to'g'risini aytish kerak. Bu to'lovlar ko'pincha hayotiy ehtiyojlarni to'liq qoplashga yetarli bo'lmasdi. Nafaqalar miqdori asosan ish tajriba olgan o'rtacha ish haqi asosida hisoblanar edi. Ijtimoiy himoya tizimi mavjud bo'lsa-da, ba'zi bir qatlamlar, ayniqsa uzoq yillar mehnat qilgan, lekin maosh kam bo'lgan yoki nogironligi bor pensionerlar yetarlicha e'tibordan chetda qolgandek tuyulardi. Ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha to'lovlar mavjud bo'lsa ham, ular har doim ham sezilarli darajada katta summani tashkil etmasdi yoki ularning qamrovi cheklangan edi. Misol uchun sobiq davrlarda kam ta'minlangan oilalarga yordamlar berilardi. Lekin bu ko'pincha moddiy ahvolni sezilarli darajada yaxshilamasdi, balki vaqtinchalik yengillik berardi. Xolos. Endilikda esa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 10 apreldagi aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Bu farmon 20 oydan kuchga kiradi va pensionerlar uchun mutlaqo yangi bir qo'shimcha to'lovni joriy etadi. Bu shunchaki pensiyalarni indeksatsiya qilish emas, balki aniq belgilangan mezonlar asosida ma'lum bir toifadagi pensionerlarga muntazam ravishda beriladigan sezilarli miqdordagi yangi ijtimoiy himoya to'lovidir. Bu qarorning asosiy maqsadi aholining ijtimoiy zaif qatlamlarini, xususan keksa yoshdagi fuqarolarimizni moddiy qo'llab-quvvatlash, ularning turmush darajasini oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashdir. Ya'ni davlat endi nafaqat minimal pensiya miqdorini oshirishga, balki uzoq yillar davlatimiz rivojiga o'z hissasini qo'shgan, ammo hozirgi kunda iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan pensionerlarga yanada ko'proq e'tibor qaratmoqda. Bu so'zsiz ularning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan muhim o'zgarishdir. Bu to'lov ayniqsa bozor iqtisodiyoti sharoitida narxlarning oshishi sababli qiynalgan oilalar uchun katta yordam bo'ladi. Batafsil tahlil kim bilishi kerak? Kim xavotirlanishi shart emas. Xo'sh, bu yangi to'lov kimlarga beriladi? Eng asosiysi, bu yangi ijtimoiy himoya to'lovi barcha pensionerlarga birdek berilmaydi. U aniq mezonlar asosida eng avvalo eng ko'p yordamga muhtoj bo'lgan shaxslarga yo'naltirilgan. Farmonga ko'ra quyidagi toifadagi pensionerlar ushbu qo'shimcha nafaqani olish huquqiga ega bo'ladilar. Yakka yolg'iz keksalar va boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari, ya'ni hech kimning qaramog'ida bo'lmagan yolg'iz yashovchi pensionerlar, shuningdek marhumning nafaqasini olib turgan, lekin o'zi ishlay olmaydigan oila a'zolari. Misol uchun, marhum otasining nafaqasini olib turgan voyaga yetmagan bola yoki mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i. Bu shaxslar ko'pincha boshqa manbalardan daromadga ega bo'lishmaydi va davlat yordamiga juda muhtoj bo'lishadi. 2. Nogironligi bo'lgan pensionerlar. Ayniqsa birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar. Ularning salomatligi ko'pincha qo'shimcha davolanish va parvarish xarajatlarini talab qiladi. Shuningdek, nogironligi tufayli doimiy ish joyiga ega bo'la olmaydigan shaxslar ham ushbu to'lovga haqli bo'lishadi. O'ti yoshi 75 va undan katta bo'lgan, pensiyasi belgilangan minimal miqdordan past bo'lgan pensionerlar. Ya'ni yoshiga yetgan, uzoq yillar mehnat stajiga ega bo'lgan, ammo turli sabablarga ko'ra pensiya miqdori mamlakat bo'yicha belgilangan eng kam pensiya miqdoridan yuqori bo'lmagan nuroniylar. Bu toifa ko'pincha sobiq kolxozchilar, qishloq xo'jaligida ishlaganlar yoki umumiy ish staji yetarli bo'lmaganligi sababli kam pensiya oluvchilarni o'z ichiga oladi. 4. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lib, kamida o'ttim yil ish
stajiga ega bo'lgan, ammo pensiyasi o'rtacha ish haqining yetim padintidan past bo'lgan shaxslar. Bu uzoq muddat davlat yoki jamoat ishlarida ishlagan. Ammo maoshi past bo'lganligi sababli pensiyasi ham unchalik katta bo'lmagan shaxslar uchun mo'ljallangan. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol. Ahmad Bobo 8 yoshda yolg'iz yashaydi. Uning farzandlari yo'q va boshqa qarindoshlari ham yordam berishga qurbi yetmaydi. Ahmad Boboning oylik pensiyasi 1.200.000 so'm. Yangi farmonga ko'ra, Ahmad Bobo yolg'iz keksalar toifasiga kirganligi va yoshi 70 dan oshganligi sababli unga har oyda qo'shimcha 500.000 so'm miqdorida nafaqa beriladi. Endi uning umumiy daromadi 1.700.000 so'mni tashkil etadi. Bu summa uning dori-darmon xarajatlari, oziq-ovqat va kommunal to'lovlarga qo'shimcha yordam bo'ladi. Ahmad Bobo endi biroz nafas oladi, chunki har oy o'zining joriy ehtiyojlarini qoplashda qo'shimcha moliyaviy manbaga ega bo'ladi. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ikkinchi misol. Gulnora opa 65 yoshda ikkinchi guruh nogironi. Uning pensiyasi 970.000 so'm. Nogironligi tufayli unga doimiy tibbiy muolajalar va maxsus parvarish kerak bo'ladi. Yangi qonunga ko'ra Gulnora opaga nogironligi bo'lgan pensionerlar toifasi bo'yicha qo'shimcha 400.000 so'm nafaqa tayinlanadi. Demak, uning oylik pensiyasi 1.200.000 so'mga yetadi. Bu mablag' Gulnora opaning dori-darmonlar, sog'ligini tiklashga yordam beruvchi dorilar va sanitariya gigiyena vositalari uchun ishlatish mumkin bo'ladi. Oldin u kamdan kam hollarda dorilarni to'liq sotib olishga qurbi yetardi. Endi esa bu muammo biroz yengillashadi. Uchinchi misol. Dilshod aka 68 yoshda uzoq yillar paxta terimida ishlagan. Uning ish staji 2 yildan ortiq, ammo pensiyasi bor yo'g'i 1.100.000 so'm. Uning pensiyasi respublika bo'yicha o'rtacha pensiya miqdoridan past. Yangi farmonga binoan u 30 yildan ortiq stajga ega bo'lgan va pensiyasi nisbatan kam bo'lgan shaxslar toifasiga kirganligi sababli unga ham qo'shimcha 350.000 so'm ajratiladi. Shunday qilib, Dilshod akaning umumiy pensiyasi 1.100.000 so'mga yetadi. Bu unga nabiralariga sovg'a olishga, uyi uchun kerakli narsalarni sotib olishga imkon beradi. Oldin u har bir tiyinni tejab yashashga majbur edi. Endi esa biroz erkinroq harakat qila oladi. Kim xavotirlanishi shart emas. Agar sizning pensiyangiz yuqoridagi mezonlarga to'g'ri kelmasa, ya'ni agar siz yuqori pensiya oluvchilar toifasiga kiradigan bo'lsangiz yoki oilangizda yordam beradigan farzandlaringiz bo'lsa, siz ushbu qo'shimcha to'lovga haqli bo'lmasligingiz mumkin. Masalan, agar sizning oylik pensiyangiz 2.500.000 so'm bo'lsa va hech qanday nogironligingiz bo'lmasa, shuningdek yolg'iz keksa toifasiga kirmasangiz sizga ushbu yangi to'lov berilmaydi. Bu qoida adolatli. Chunki davlat mablag'lari eng avvalo ko'proq muhtoj bo'lganlarga yo'naltiriladi. Ushbu farmonning asosiy maqsadi ijtimoiy adolatni ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishdir. Bu esa aynan ehtiyojmand qatlamni aniqlab, ularga maqsadli yordam ko'rsatishni talab qiladi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar har qanday qonun hujjatida bo'lgani kabi bu yangi to'lovda ham ba'zi istisnolar. E'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar va kutilmagan holatlar mavjud. Istisnolar 1. Ishlayotgan pensionerlar. Agar siz nafaqada bo'lsangiz u ayni paytda rasman ishlayotgan bo'lsangiz, ushbu qo'shimcha to'lovga haqli bo'lmasligingiz mumkin. Ammo bu yerda ham noaniqlik bor. Agar sizning ish haqingiz belgilangan minimal ish haqidan past bo'lsa va umumiy daromadingiz, pensiya lyuks ish haqi ham belgilangan chegaradan oshmasa, sizga to'lov berilishi mumkin. Bu holatda aniqroq ma'lumot olish uchun albatta pensiya jamg'armasi bilan bog'lanish kerak. Aksariyat hollarda agar ishlayotgan pensionerining daromadi ma'lum bir miqdordan oshib ketsa, bu turdagi qo'shimcha ijtimoiy yordamlar unga berilmaydi. Bu davlatning yordamini eng ehtiyojmand qatlamga yo'naltirish prinsipiga asoslanadi. 2. Xorijda yashovchi pensionerlar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, lekin doimiy ravishda chet elda yashasangiz va pensiyangizni O'zbekistondan olsangiz, ushbu qo'shimcha to'lovga ega bo'lmasligingiz mumkin. Chunki odatda bunday ijtimoiy yordamlar mamlakat hududida doimiy yashovchi va shu yerda ijtimoiy ehtiyojlarga ega bo'lgan shaxslarga beriladi. Bu talab ko'pincha ijtimoiy yordam dasturlarining mahalliy aholini qo'llab-quvvatlashga qaratilganligi bilan izohlanadi. Xuddi maxsus pensiyalar, harbiy xizmatchilarning pensiyalari yoki boshqa maxsus qonunlar asosida tayinlangan pensiyalar ushbu farmon doirasiga kirmasligi mumkin. Ularga oid qo'shimcha to'lovlar
boshqa normativ huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Ularning nafaqat tizimi alohida bo'lgani uchun ular uchun boshqa turdagi moddiy yordamlar ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Tuzoqlar va noaniq jihatlar. Firibgarlar. Har qanday yangi davlat dasturi paydo bo'lganda firibgarlar ham faollashadi. Sizga qo'ng'iroq qilib, o'zini pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat tashkiloti xodimi deb tanishtirishi mumkin. Ular sizdan bank karta raqamingiz, PIN kodingiz yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashi mumkin. Hargiz bunday ma'lumotlarni bermang. Davlat tashkilotlari hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. To'lovlar faqat rasmiy banklar orqali amalga oshiriladi yoki to'g'ridan-to'g'ri pensiya kartangizga o'tkaziladi. Har qanday shubhali holatda darhol rasmiy aloqa markazlariga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Eng yaxshisi, shaxsiy ma'lumotlarni faqat rasmiy idoralarda shaxsan o'zingiz topshirgan holda bildirish kerak. 2. Hujjatlardagi kamchiliklar. Ariza topshirishda biror hujjatning noto'g'ri rasmiylashtirilganligi, muddati o'tganligi yoki umuman yo'qligi sababli arizangiz rad etilishi mumkin. Shu sababli barcha hujjatlaringizni oldindan to'g'ri tayyorlashga alohida e'tibor bering. Ba'zan kichik bir xatolik ham jarayonni sezilarli darajada kechiktirishi mumkin. Masalan, shaxsni tasdiqlovchi hujjat pasport muddati o'tgan bo'lsa, arizangiz qabul qilinmaydi. Uch muddati garchi to'lov bermaydan boshlansa ham arizalarni qabul qilishning oxirgi muddati belgilanishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilish tavsiya etiladi. Ba'zi to'lovlar retroaktiv tarzda hisoblanishi mumkin, ammo bu har doim ham shunday bo'lmaydi. Muddati o'tkazib yuborilgan arizalar ko'rib chiqilmasligi yoki keyingi davr uchun qoldirilishi mumkin. 4. Avtomatik yoki ariza asosida bu yangi to'lov avtomatik ravishda tayinlanmaydi. Uni olish uchun albatta ariza bilan murojaat qilish lozim. Ko'pchilik pensionerlar buni bilmasdan to'lov o'z-o'zidan kelib tushishini kutib qolishi mumkin. Bu juda muhim nuans. Chunki davlat ma'muriyatida hamma ma'lumotlar avtomatik yangilanib boravermaydi. Shuning uchun tashabbusni o'zingiz qo'lga olishingiz va murojaat qilishingiz kerak. Ba'zi ma'lumotlar, masalan, oilaviy ahvol, sog'liq holati haqidagi ma'lumotlar doimiy ravishda yangilanib turmasligi mumkin. 5. Mahalla qo'mitasining roli. Ba'zi holatlarda, ayniqsa yolg'iz keksalar yoki kam ta'minlangan oila a'zolari uchun mahalla fuqarolar yig'ini qo'mitasining xulosasi talab qilinishi mumkin. Bu sizning ijtimoiy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjat vazifasini o'taydi. Mahalla vakillari uyingizga borib, sharoitingizni o'rganishi mumkin. Bu albatta shaffoflikni ta'minlash va haqiqatan ham muhtoj bo'lganlarga yordam berish uchun qilinadi. Ba'zan mahalla maslahatchisi sizga ariza to'ldirishda ham yordam berishi mumkin. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Endi eng muhim qismiga keldik. Bu yangi to'lovni olish uchun siz nimalar qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar. Birinchi qadam, o'z eligibilitingizni tekshiring. Yuqorida aytib o'tilgan mezonlarga diqqat bilan e'tibor bering. Siz yakka yolg'iz keksamisiz? Nogironligingiz bormi? Yoshingiz 71 dan oshganmi va pensiyangiz minimal miqdordan pastmi? Yoki 30 yildan ortiq stajingiz bormi? Pensiyangiz o'rtacha daromaddan sezilarli pastmi? Agar bu savollarga ijobiy javob bergan bo'lsangiz, demak siz ushbu to'lovga haqli bo'lish ehtimolingiz yuqori. O'zingizning aniq vaziyatingizni tahlil qiling. Agar biror bir mezonga mos kelmasangiz ham tushkunlikka tushmang. Keyingi qadamlarga o'ting. Balki boshqa imkoniyatlar mavjuddir. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Bu jarayonning eng muhim qadamlaridan biridir. Hujjatlarning to'liq va tartibli bo'lishi arizangizning tez ko'rib chiqilishini ta'minlaydi. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 1. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat pasport. Asl nusxasi va nusxasi. Pasportingizning muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. 2. Pensiya guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. 3. Mehnat daftarchasi, asl nusxasi va nusxasi. Stajni tasdiqlash uchun. Ba'zan elektron mehnat daftarchasi ma'lumotlari ham yetarli bo'lishi mumkin. Ammo ishonchli bo'lish uchun asl nusxasini olib boring. 4. Nogironlik guvohnomasi. Agar nogiron bo'lsangiz, uning asl nusxasi va nusxasi. 5. Oila tarkibi haqida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan beriladi. Bu ayniqsa yolg'iz yashovchi keksa ekanligingizni tasdiqlash uchun muhim. 6. Bank plastik kartasi raqami. Sizga nafaqa o'tkazilgan kartaning raqami. Agar kartangiz bo'lmasa, bankka murojaat qilib ochtirishingiz lozim. 7. Ba'zi hollarda agar siz boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi bo'lsangiz.
o'lim guvohnomasi va oilaviy rishtalarni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Bu hujjatlarning barchasini oldindan tayyorlab, jilga solib qo'yish maqsadga muvofiqdir. 3-qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Arizani topshirish uchun bir nechta rasmiy kanallar mavjud. 1. Davlat xizmatlari markazlari DXM eng qulay va eng tezkor yo'l. Respublika bo'ylab barcha tuman va shaharlarda davlat xizmatlari markazlari mavjud. Sizga eng yaqin bo'lganiga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga ariza to'ldirishda yordam berishadi va barcha savollaringizga javob berishadi. 2. Pensiya jamg'armasi bo'limlari. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga ham bevosita murojaat qilishingiz mumkin. U yerda ham barcha zaruriy ma'lumotlarni olasiz va arizangizni topshirasiz. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.big.gov.uz. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati va elektron raqamli imzo mavjud bo'lsa, arizani onlayn tarzda ham topshirishingiz mumkin. Bu ayniqsa texnologiyalardan xabardor bo'lganlar uchun juda qulay usul. 4-qadam. Arizani qanday to'ldirish kerak? Murojaat qilganingizda sizga maxsus shakldagi ariza blankasi beriladi. Unda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomangiz raqami, shuningdek ushbu to'lovni olishingiz uchun asos bo'ladigan holatingiz, masalan, yakka-yolg'iz keksa ekanligingiz, nogironlik guruhingiz va hokazo ko'rsatilishi lozim. Siz arizada ushbu yangi ijtimoiy himoya to'lovini tayinlashni so'rashingiz kerak. Agar savollaringiz bo'lsa, DXM yoki pensiya jamg'armasi xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga to'g'ri to'ldirishga ko'maklashadi. 5-qadam. Arizaning holatini kuzatib boring. Ariza topshirganingizdan so'ng sizga arizangizning ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risida tasdiqnoma yoki raqam beriladi. Bu raqam orqali arizangizning holatini DXM yoki pensiya jamg'armasi orqali, shuningdek my.gov o'z portali orqali kuzatib borishingiz mumkin. Odatda arizani ko'rib chiqish uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Masalan, MBD ish kuni. Bu muddat ichida sizga qaror haqida xabar beriladi. 6-qadam. Rad etilsa nima qilish kerak? Agar arizangiz rad etilsa, tushkunlikka tushmang. Rad etish sababini albatta so'rab oling. Ba'zan bu hujjatlardagi kichik kamchiliklar tufayli bo'lishi mumkin. Ularni bartaraf etib, qayta ariza topshirishingiz mumkin. Agar sababni adolatsiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonasiga, Adliya vazirligining ishonch telefoniga yoki huquqiy yordam markazlariga murojaat qilib shikoyat qilishingiz mumkin. Sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun qonuniy choralar ko'rish imkoniyatlari mavjud. Yakun va so'nggi taklif, aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, davlatimiz tomonidan pensionerlarimizga, ayniqsa ehtiyojmand qatlamiga katta e'tibor qaratilmoqda. Irmaydan kuchga kiruvchi ushbu yangi ijtimoiy himoya to'lovi ko'pchilik uchun chinakamiga solid summa, ya'ni jiddiy moddiy yordam bo'ladi. Bu shunchaki bir martalik aksiya emas, balki aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan uzoq muddatli strategiyaning bir qismi. Shuning uchun imkoniyatingizni boy bermang. Yuqoridagi ko'rsatmalarga amal qiling, hujjatlaringizni tayyorlang va albatta murojaat qiling. Unutmang, har bir so'm muhim va davlat sizga yordam berishga tayyor. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu video qancha ko'p odamga yetsa, shuncha ko'p pensionerlarimiz o'z huquqlari va imkoniyatlaridan xabar topadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va hech qachon umidingizni uzmang. Yangiliklarni kuzatib boring.